Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim, sog'misizlar, salomatmisiz? Allohning barakotli kunlarida 24-noyabr sanasida haftaning dushanba kuni xonadoningiz mehmoni yana bir karra tabriknoma loyihasi. Mening mikrofonlar qarshisida Muhammadjon sizlar bilan sekin-astalikda xonadoningizga kirib bormoqda. Ushbu kunda kim tavallud dayomlarini xursandchiliklar nishonlaydigan bo'lsa, chin yurakdan tavallud dayomlari, xursandchiliklar, shodiyonlar muborak bo'lsin deyman. Xususan bizga kelgan murojaatlarga ko'ra bugun Tojikiston yurti Samg'or diyorining ajoyib xonadonida xursandchiliklar, shodiyonlar. Xususan Mirzali akam bugun 49 yoshni, 49 bahorni qarshi olmoqda. Mirzali akamni yaqinlari, xususan farzandlari, ayollari, opalari nomidan chiroyli video qo'ng'iroqlarni, aloqalarni o'rnatamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mirzali akalar bilan bog'landik-a? Mirzali aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'lig'im yaxshi, o'zingiz tinchmisiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Ertalabdan beri sizga telefon qilamiz, hech trubkani ko'tarmaysiz. Sizni tabriknoma ish qilyapman-da. sizni tabriknoma loyihasidan Suxandan Muhammadjon bezda qildi. Bugun bizdagi ma'lumotlarga ko'ra tug'ilgan kunlaringiz, akajonim, tug'ilgan kunlar, xursandchiliklar, shodiyonlar muborak bo'lsin. Ilohim oilangiz baxtiga, farzandlar baxtiga, jigarlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Qalbingizdagi nima niyat bo'lsa, hammasini Allohim ro'yobidan bilsin. Allohni suygan bandasi bo'ling. Adashmasam 49 yoshmi? 49 bahorni qarshi olmoqda ekansiz. Xudo xohlasa 109 ga kirganingizda ham mana shunday chiroyli qo'ng'iroqlar qilib, yoningizga borib chiroyli tabriklash nasibi ro'z eylasin. Rahmat. Sizni farzandlaringiz, jigarbandlaringiz kechadan beri harakatda, shu adajonimni qanday qilib bo'lmasin xursand qilaylik, adajonimni ko'nglini ko'taraylik deb avvalo umr yo'ldoshingiz Zarifa opam, qizlaringiz Mahinaxon, Marjonaxon, Nozaninxon, opangiz Umidaxon nomlaridan tabriklarni, chiroyli dilsxonlarni qabul qilasiz. Mirzali aka, tavallud ayyomlar, xursandchiliklar, 49 bahoringiz muborak bo'lsin. Hamisha yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Alloh taolo sizga qancha umr bergan bo'lsa, hammasini mazmunli, barokatli, go'zal yashash nasibi ro'z eylasin. Yaqinlarni eng qadrdon insoni bo'lib yurish uzoq yillar davom eylasin. Farzandlaringiz, qizlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekan, dunyolarcha yaxshi ko'rar ekan, jannatlarcha yaxshi ko'rar ekan. Mana shu qizlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Ularni duogo'y, mehribon otajonisi bo'lib yurish uzoq yillar nasibi ro'z eylasin. Rahmat. Mayli, endi o'sha qizlar nomidan 2 qator she'r o'qib bersam. Mayli. Bemalol siz, 24-noyabr. Biz sevgan sana ko'z ochib yumgimcha kelmoqda yana. Otajonim qarshi olib 49 yoshni ko'zda tabassumla kutmoqda yana. Otajon, tavallud muborak bo'lsin. Umringiz doimo quvonchga to'lsin. Farzandlar baxti rohatini ko'ring, nevaralar sizlar quvonib yursin. Satrning go'zalligini qarang. Mana shu singillarim nomidan, qolaversa umr yo'ldoshingiz, opajoningiz, jigarbandingiz nomidan chiroyli tabriklarni qabul qilasiz. Otam desam zabonlarim ketgay jo'shib, o'z rizqini bizlar uchun bergay qo'shib. To'ylar qilib yelkasidan tog'lar tushib, otam bordir mening aziz shunday ulug'. Otajonim, xursandchiliklar, shodiyonalar bo'lsin qulluq. Farzandlar va jigarlarga bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Oilangiz podshosi, farzandlar uchun qozi bo'ling. Niyat qildik 63 yoshda Zarifaxon opajonim bilan hoji ota, hoji ona bo'ling. Otam bordir mening aziz shunday ulug'. Otajonim, yana bir karra tug'ilgan kunlar, xursandchiliklar, shodiyonalar bo'lsin qulluq deymiz. Endi tilaklar bormi? Naboda mana shu qizlaringizga, umr yo'ldoshingiz, opangizga chiroyli tilaklar, istaklar bo'lsa, bemalol yetkazasiz, chunki biz suhbatimiz studiyada zaps qilinmoqda, chiroyli video syomka qilib tayyorlab berishadi. Tilaklar, yaxshi niyatlar bo'lsa bemalol. Mayli, nima deyardim endi. Tabriklabdi ular meni, bo'pti, mayli, ular ham uzoq umr ko'rsin. Niyatlariga yetsin. Yashang. Nima deyapman? Xursand bo'ldingizmi ozgina bo'lsa? Mana shunda siz kimdirning nomidan tabrik yetkazish biz uchun ham farz. Albatta bu qizlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekan, shu surpriz bo'lsin deb ertalabdan beri harakatda.
xursand bo'lamiz. Xursand bo'lgan bo'lsangiz bizni ham boshimiz osmonga yetdi. O'sha qizlarga tashakkurlarni izhor aylab qo'yasiz. Xudo xohlasa Aha. qizlarni baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Tug'ilgan kunni cho'tqa o'tkazing aka. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.